Hammaga salom, sizlar bilan Firdaus Metro. Bugun shturm o'ynaymiz. Shturmda boss loot qildim. 406 tushdi. 406 ni olib o'qladim. O'qlab turganimda odam kelib qoldi bossga. U bilan hozir otishdim. Marked a location. Qarasam, oltin narsasi tushib qoldi. Oltin amer tushibdi. Oltin amerni oldimda mana RJK'ni ochdim. RJK'dan Seli MG3 tushdi. Keyin notebookni loot qildim. Poyezdda bitta kes qolgan ekan, uni loot qildim. Keyin asta Radika tomonga bordim. Radika yonida bitta loot oldim, birozgina. Radikada tepadagi eshikni bitta odam ko'rgandek bo'ldim. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, patishka qilinglar, bratva. Keyin boost qildimda Radikaga kirib ketmoqchi bo'ldim. Shuna yugurib turgan vaqtim otib tashladi meni orqadan. Ulgurmay qoldim. Bu Amerni rozigrish qilamiz, bratva. Kommentariyada IDlaringizni yozib qolinglar. Shu IDlaringizni